1 gram ximiya ishlatmasdan, kimyoviy pestitsidlarni qo'llamasdan pomidor yo bodring yetishtirish mumkinmi? Albatta mumkin. Mana sizlarga isboti. Mana 2 gektar maydon. Bunaqa teplisalarimizdan juda ham ko'p, alhamdulillah. Mana 1 gram ximikat zahar ishlatilmagan bunaqa pomidorlarimiz pishib yotibdi, terim bo'lib yotibdi. Mana narxlari ham o'ta baland. Bunaqa mahsulotlarga o'z talab bormi? Albatta talab bor. Xalqimizdan ham eksport bo'lib, hech qanaqa to'sovlarga uchramasdan inshaalloh shunaqa mahsulotlar yetishtirsa bo'ladi. Qanaqa qilib? Albatta Bioxim Agro sizlarga biologik himoyani taklif qiladi. Kasalliklarga qarshi biologik fungitsidlar va biologik insektitsidlar va biologik oziqalar bilan Leonardit, Organika F, Biosili B va BT va qisqasi bizni lineykamizda preparatlarimiz juda ham ko'p. Kimyoviy pestitsidlarsiz yetishtirsanglar, o'simlik stress ham olmaydi, immunitet ham tushmaydi. Inshaalloh shunaqa viruslar ham, kasalliklar ham sizlarni bezovta qilmaydi. Faqat profilaktika. Alloh dehqonchiligingizga baraka bersin, ishingizga rivoj bersin. Kimda kim biologik himoyaga o'tgan bo'lsa, Alloh barakani yana ham ko'p bersin.